bir oyatni sahoba ikromlar qanday tushunganliklari haqida sizlarga bugun shu ertagacha bir o'ylash uchun, chunki men bugun shu oyatni o'ylab yurdim, taammul qilib tadabbur qilish uchun qisqagina bir hadisni aytamiz. Buni bir hammamiz o'zimiz o'ylab qayta tafakkur qilishimiz kerak. Faxri koinot Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Imom Hokimning mustadraklarida sahih hadis keladi. Alloh taolo Hazrati Odam alayhissalatu vassalomni yaratib o'z qo'li bilan, ota-onalari bo'lmagan bilasizlar, min turob, tuproqdan yaratgan Hazrati Odamni Hazrati Odam alayhissalomga jon kirishi bilan Alloh taolo aytgan ekanki, e'tibor qilinglar. Ey Odam alayhissalatu vassalom, agar Muhammadni yaratmaganimda seni yaratmasdim. Butun bashariyatni yaratmasdim degan ekan Alloh taolo. Shuning uchun faxri koinot deyiladi. Rasululloh yaralmaganligida butun dunyo yaralmasdi, insoniyat yaralmasdi. Shunday zot. Sayyidul mursalin, payg'ambarlarning sayyidi, sayyidul bashar, bashariyatning sayyidi. Shunday zot, Allohning habibi. Bir kuni payg'ambar alayhisolatu vassalom och qoldilar. Bu ko'p bo'lardi. Rasululloh, Oysha onamiz aytadilar, 1 oy o'tardi, 2 oy o'tardi, Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, 3 oy o'tardi, tutun chiqmasdi, ovqat yo'q. Mana shularni yaxshi eshitishimiz kerak-da biz, shunda ne'matlarning qadriga yetamiz. Rasululloh qorinlariga achishib ketardi, ovqat yo'q. Tasavvur qilinglar, sarvar olam, Allohning habibi, Jibril alayhisalom tushib turgan zot, ovqat yo'q. Ko'chaga chiqdilar, chidamadilar. O'zlarini chalg'itish uchun ko'chada yuruvdilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu ni ko'rib qoldilar. Ey Abu Bakr, nima qilib yuribsiz dedilar. Yo Rasululloh, sizni chiqargan narsa meni ham chiqardi dedilar. U kishini ham qorinlari ochidi. Yo'q, ovqat yo'q. Hazrati Umarni ko'rishdi. Nima qilib yuribsiz? Sizlarni chiqargan narsa meni ham chiqardi. Ovqat yo'q. Aylanib ko'rishib bir uyga, sahobiyning uylariga kirishdi. O'zlari suvga ketgan ekanlar, ayollari. Kutib oldi. Rasululloh yer yuzida eng baxtli oila edi. Rasululloh mehmonga kirdilar. Nimang bor dedilar. Xurmo bor ekan, pishgan, g'o'r aralash. Biz uni yemaymiz uni. Lekin Rasululloh bismillah deb terib pishganini yedilar, qo'llari bilan olib. Yonlaridagilar ham yeyishdi. Shunda erlari kelib qoldi sahobiy. Kelib qolib aytdilarki, yo Rasululloh, qadamingizga marhabo, qadamingizga hasanot. Bitta qo'zichoqlari bor ekan. Tokchi ilmida qoziqda bir yarim tami arpa non bor ekan. Qotgan. Siz bilan biz umuman yemaymiz. Arpa non, elanmagan arpa non olib yozdilar. Shu qo'zini so'yaman dedilar. Yo'q, bolalaringga kerak dedilar. Yo'q, men eng yer yuzida mendan baxtli yo'q, Rasululloh meni mehmonim dedilar. Shu qo'yni so'ydilar, kichkina qo'zichoq. So'ygandan keyin sho'rva qilishdi. Oddiy sho'rva, shunday qaynatildi xolos. Sho'rva pishdi. Haligi nonni ustiga olib go'shtni payg'ambar alayhisolatu vassalom, Rasululloh bolalarni yaxshi ko'rardilar. Bolalarni yaxshi ko'rish sunnat. Bolasini yaxshi ko'rmagan odam Rasulullohdan uzoq bo'ladi. Man la yarham la yurham. Kim bolasiga rahim qilmasa, unga Alloh rahim qilmaydi deganlar. Hali sho'rvani ichishdan oldin nonni ustiga kichkina go'shtni qo'ydilar-da. Mana shuni Fotimaga olib borib beringlar, qizimga 1 haftadan burun och dedilar. Payg'ambar qizlariga.
keyin sho'rvani haligi qotgan non bilan yeb bo'lgandan keyin shu oyatni o'qidilar. Mana hozir o'qidim. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Summa latus'alunna, qiyomat kunida albatta ne'matlardan so'ralasizlar. Bu shu ichgan sho'rvamizga javob beramiz dedilar. Qotgan non, ozgina go'sht, shu sho'rva, boshqa hech narsa yo'q. Javob berasizlar, bunga hisobi bor deb qo'ydilar sahobalarga. Men hozir bir iftordan kelyapman. Subhanallohi. Bir badavlat odamnikida ekan. Dasturxonning o'zida bir 20 xil taom bor endi. Voy, bu mashalloh. Yana bir 15 xilimi keldi keyin. Shunaqa ko'p. Shu yerda menga shu yodimga keldi shu hadis hozir. Subhanalloh. Haligi bir parcha non bilan go'shtga javob berasizlar dedilar sahobalarga. Biz javob bermaymizmi? Biz ham javob beramiz. Shu yeganimizga javob beramiz. Halol bo'lsa pokiza, lekin buni javobi nima bo'ladi? Shuni kuchini nimaga sarfladingiz hozir? Mana Qur'onga keldik. Alhamdulillah, Alloh mana shu kuchini shu Qur'onga sarflashimizni muyassar qilsin. Shu bilan javobdan o'tib qolsak ajab emas. Ammo shuni yeb turib, hozir ko'chaga chiqib g'iybat qilib, yo birovga ozor berib, yo behuda gaplarni gapirganlar, haloliga hisob bor. Eshitib olinglar buni. Mana shuni o'ylab kelinglar ertagacha. Haloliga hisob bor. Nimaga yeding? Qancha yeding? Buni kuchini nimaga sarflading degan savol albatta bo'ladi. Bo'lmaydi degan odam musulmon emas u odam. Albatta bo'ladi. Summa latus'alunna deyapti Alloh taolo. Albatta so'ralasizlar. Haromiga azob bor albatta. Harom yesa azob bor albatta, tavba qilmasa. Shuning uchun bugun dahay rahmat, Allohning rahmatlari nozil bo'lib turibdi. Shu o'zimiz bir o'ylaylik. Bugun qancha narsa yedik-ku? Nimaga sarfladik-ku bugungi kunimizni va qator taomlarimiz bo'lsa, qo'shnimizda bir nogiron yo'qmi? Kasal amma xolalarimiz yo'qmi? Hatto g'ayri din bo'lsa ham. Boya bir bozorda bir yigit qari bir rus kampirga bir narsalar olib beryapti. Ko'rib turibman, sizlarga o'xshagan yaxshi yigit. Albatta savob oladi shu. Boshqa millatdan, boshqa dindan bo'lsa ham qornini torg'izsa, albatta savob oladi. İbrahim alayhissalom Ka'bani qurganlarida so'radilar, "Yo Rabbiy, bundan katta savob bormi?" dedilar. Ka'bai muazzamani qurganlarida aytdilar, "Bundan katta savob bormi?" Alloh taolo aytdi, "Bor" dedi. Bitta och odamni qornini to'ygizish, bitta mo'minni demadi Alloh taolo. Bitta och odamni dedi. Odam bo'lsa bo'ldi. Qornini to'ygizishdi. Mana shularni o'ylab ko'raylik, duo qilaylik Parvardigoro. Shu oyatlarni albatta so'ralamiz. Ne'matlarni ustida yayrab o'tirganimizda, dasturxonlarimizda hamma ne'matlar bo'lganda Parvardigoro buni javobini berarmikinman degan fikr uyg'onsin hammamizda. Shunda mo'mini komil bo'lamiz. Mo'mini komillardan bo'lishi nasib qilgin. Haloliga to'g'ri javob qiladigan va sana oldingda shu yegan ichganlarimiz, sarflaganlarimizni hisobini beradigan va hisobini muyassar qilishligimiz, muyassar bo'lishligini hammamizga nasib qilgin. Va sallallohu taolo xayru xalqihi Muhammadin va alihi va sahbihi.